Bir xonadon mahalliy viloyati Foriya ولسوال Qaysar qarya Toshquldan Felan Turkiyaga yashaydi. Farmoyish bergan aziz do'stimiz shoir Nurmuhammadjonda o'z farmoyishlariga albatta ukalari Mujib Rahmon, Gulmuhammadjon, Xalavachasi Muhammad Sobirjon, Muhammad Bobirjon, Muhammad Nazarjon, Abdulbosirjon, Arunjon, Josirjon bilan ham farmoyishlari bor. Shuni do'stlarimiz farmoyishlariga taqdim qila oladi. Zodiyoning sasida o'qishlar saf bo'ldi. Shoir Nurmuhammadjonda o'z yozgan she'rlari eshitib qo'shimiz. Kasaltul qaymak ko'rmak maymayak Nur Muhammadga qolganda sayramasam yo'lim yo'q Paxtalar bilan pog'a o'chmaydi qarg'achog'am yuragingdan o'qirman Nur Muhammadjoning nog'ami eshit bu g'azallar Shuningdek toza kontaktlarda she'rlar yozib mening yagona shoirim, ustoz shoirlarimdan shoir Nurmuhammadjon taqdim qiladi. Budamni sidoniga kecha kelgan mehmoniga yesin bir mutar salam Mujib Rahmon ukangga Gullanchilik siladi odam biyadi ulade Mujib Rahmon Gulmuhammad xush bo'lsalar bo'ladi bu xondalarni eshitib xush bo'lsalar bo'ladi Kim xohlasa shunday mahalla xondan farmoyish beraman desa shoir Nurmuhammadjonda WhatsApp raqamlari 090 546 428 73 9. Mana shu WhatsAppga qo'yib qo'yib sizlar ham oldindan farmoyish berib qo'yib ketira olasiz. Pushti gapidan yurma, jonjorlikdan bir gapir. Xalavatchang bo'laykan xush bo'lsin Muhammad Sobir Muhammad Sobirjon bilan o'lmasin Muhammad Bobir mana bu farmoyishing xush bo'l Muhammad Nazar Abdulbosirjon bilan Korxonadan oldim non zodiyon berdi imtihon Farmoyishing bor sening xush bo'lgining Arunjon Josirjon ham xush bo'lsin o'qirman mayda mayda yuzimni ko'rdimman sizlarni